Yurak urishlari normada 60 ta bilan 90 tani orasida bo'ladi. Undan pasti bradikardiya deb nomlanadi, undan yuqorisi esa taxikardiya deyiladi. Agar sizda yuragingiz tez uryapti ekan, taxikardiya bor ekan, kardiologga ko'rining desa, vahimaga berilishga shoshilmang. Yurak tez urishiga, ya'ni taxikardiyaga sabab bo'luvchi holatlarni sanab o'taman. Qon bosimi kasalligi, yurak kasalligi, kamqonlik, homiladorlik, kaloriyali ovqatlarni iste'mol qilish, jismoniy harakat, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, insonning ruhiy holati, ya'ni asab buzilishlari, shunga o'xshagan holatlar ham yurakni tez urishiga, ya'ni yurakni doimiy taxikardiya holatiga sabab bo'ladi. Agar sizda ushbu taxikardiya belgilari, ya'ni yurak tez urish belgilari paydo bo'lsa yoki shuni o'zingiz sezayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda kardiolog mutaxassisga murojaat qiling. Yurak tomonidan kasallik aniqlanmasa, o'sha kardiolog mutaxassis sizni boshqa kerakli mutaxassisga yo'naltiradi. Sog'lig'ingizni asrang. Kerakli ma'lumotlarni video orqali joylab boramiz. Menga obuna bo'lishni unutmang.